Eng omadli insonlar qaysi oyda tug'ilgan? Balki siz ham ularning orasidasiz. Omad hammaga ham nasib etavermaydi, lekin ba'zi oyda tug'ilganlar hayot davomida g'alaba va muvaffaqiyatga ko'proq duch kelishadi. Agar siz quyidagi oylardan birida tug'ilgan bo'lsangiz, omad siz bilan birga. Yanvar. Bu oyda tug'ilganlar tabiatan kuchli va intiluvchan bo'lib, omad ularga yo'ldosh. Mart. Tug'ma g'oliblar. Ko'pincha ularga kutilmagan baxtli imkoniyatlar chiqib keladi. May. Omadli va kuchli energiyaga ega. Pul va muvaffaqiyat ularni o'zi topadi. Iyul. Hayot ularga maxsus sovg'alar va omadli tasodiflarni ko'p taqdim etadi. Sentyabr. Bu oyda tug'ilganlar ba'zi narsalarga osongina erishadi. Ular yashirin kuchga egadir. Noyabr. Ichki sezgi kuchli va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatiga ega. Omad ularni hech qachon tashlab ketmaydi. Siz ham omadli oyda tug'ilganmisiz? Izohlarda yozing va bu videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Bizga obuna bo'lishni unutmang.